Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Navbatdagi tovuqlar uchun temir qafasimiz tayyor bo'ldi. Obzorini ko'rsatib o'tamiz. Qafasimiz uzunligi 3 metr, tuxumdoni hisobi bilan 3,45 sm ga ajratilgan. O'rtasidan bo'lingan 2 xonaga ajratilgan. Xo'p. Uzunligi 3,45, eniga 1,20 sm, balandligi esa 1,70 sm ga ajratilgan. Ranglari esa seri, kumush rangga tortib ketadigan rang qilganmiz, chiroyli qilib. Qafasimizni setkalari ham baquvvat setkalardan, qalin setkalardan tortganmiz. Eshiklari mana arka ko'rinishda, chiroyli holatda bo'lgan. Bu tomonida ham mana arka ko'rinishlari mana. Va don idishlari mana, oxir don idishlari sploshni uzun holatda va himoya qopig'i mana setkalardan tortganmiz. Tashqaridan mushuk, har xil jonivorlar ovqatiga xalaqit qilmaydi. Va ichida mana raddomi bor, ikkiga ajratilgan tuxumlash xonasi. Gunohlar yetarli darajada. Qafasimizni tashqarida turgan holatda tuxumini olib foydalanish mumkin. Bitta eshikchasi, bu tomonida esa mana bitta eshikchasi ikkiga ajratganmiz. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ekran ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Bu qafasimizni Toshkent viloyati Sergeliga 3,5 million so'mga tayyorlab berdik. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib boring deb qolamiz. Rahmat, hammaga salomat bo'linglar.